Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari, aka-ukalar. Xudo xolasa bugungi ona bolani o'ta go'zalidan. Xudo xolasa inshaalloh mana onasi xudo xolasa o'zi to'laydigan variantidan. Xudo xolasa zo'ridan so'raganlarga bolasi qo'chqorcha. 2 kunlik. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar, onasi o'zi to'laydigan varianti. Zo'ridan boqaman deganlarga o'ta go'zal aka-ukalar. Ona bola mana, bolani qarang. Mashalloh deb qo'yish esdan chiqmas aka-ukalar. Kanalimizda obunachilar xudo xolasa ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'zi to'laydigan variantidan zo'ridan boqaman deganlarga o'ta go'zal. Aka-ukalar, xudo xolasa onasini 3-qoringa xudo xolasa mana shu tug'ilgan qo'zisi, xudo xolasa onasini 4 tishdan olib chiqyapti mana. Xudo xolasa o'ta go'zal. Xudo xolasa. Mana ko'rishim mumkin. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlar tashab qo'yasiz aka-ukalar. Onasi xudo xolasa o'ta polvon qo'y. O'ta go'zal. Narxi xudo xolasa 11 million so'm ozmas xayriga o'tib beriladi. Dastlabki xudo xolasa Samarqandga qo'yib beriladi aka-ukalar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Bitta baho berish esdan chiqmasin. Aka-ukalar, xudo xolasa mana ikkinchi partiyamizga xudo xolasa ikkalasi ham naqd bo'g'oz xudo xolasa. Buni bo'yini 85 ga olaverasa, nariginisini bo'yini 85 oshiq. 90 ga yaqin xudo xolasa. Aka-ukalar, xudo xolasa naqd bo'g'ozdan so'raganlarga o'ta go'zali va 2 dona, ko'p emas aka-ukalar. Xudo xolasa olib baraka topadigan qo'ylar. Lekin mana bu qo'yni bo'yini o'lchasa 90 ham chiqadi aka-ukalar, kichkina qo'y emas. Xudo xolasa bo'ladi yoshlari 6 tish bunisi xudo xolasa 8 tishga chiqayotgan aka-ukalar. Zo'ridan boqaman deganlarga, bo'g'ozdan kerak deganlarga mana tashab qolsalar. Mana aka-ukalar, ikkalasi ham naqd bo'g'oz xudo xolasa. Ikkalasi ham qorin tashab qo'ygan. Mana aka-ukalar, o'zi ko'rgan odam, bilgan odam tushunadi aka-ukalar. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'ladi narxi aka-ukalar. Hammaga qiziq narxi ikkalasi bir joyga bo'lsa 9 million so'mdan 18 million so'mga dastlabkani O'zbekistonga qilib beramiz. Xudo xolasa ikkalasi ham naqd bo'g'oz aka-ukalar. Qisir emas xudo xolasa. Bo'g'ozligiga inshaalloh garantiya beriladi aka-ukalar. Ikkalasi go'zal. Xolasa kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz aka-ukalar. Zo'ridan boqaman deganlar. Qorin tashab qo'ygan ikkalasi. Ukalar, mana hisorini ham o'ta go'zal, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlar. Mana aka-ukalar, xudo xolasa o'z to'laydigan variantidan xudo xolasa mana ko'rishim mumkin. Xudo xolasa 4 tishdan 6 tishga o'tyapti ekan. Bo'yi xudo xolasa 85 mm bo'laverasa. O'z to'laydigan variantidan aka-ukalar. Ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa hammaga qiziq narxi, buni narxi bo'ladigan narxi 9 million so'm ozmas xayriga o'tib beramiz. Dastlabkani Samarqandga qo'yib beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Yaxshi qo'chqorlarim bo'lsa qo'shib olasiz. Xudo xolasa qilaman. Hurmatli YouTube kuzatuvchilariga, aka-ukalar, mana xudo xolasa oxirgi partiyamizga o'ta go'zallik, toza arashan. Xudo xolasa qulog'i 21 plus bo'laverasizlar. Stoykalari ham o'ta go'zal aka-ukalar, mana ko'kraklariga, oyoqlariga bittadan ahamiyat berib qo'yish esdan chiqmas aka-ukalar. Toza arashan, fransuz liniyadan so'raganlarga mana toza arashan qo'zi qo'chqorcha. Mana aka-ukalar. Mana toza stakan tuyoq o'ta go'zal. Xudo xolasa mana. Mana dumba razrezlarim o'ta cho'tki. Xudo xolasa 4 oylik qo'zi. Xudo xolasa mana ko'rishim mumkin. Toza arashan. Xudo xolasa. Bo'yi xudo xolasa real 70 plyusga onglar hijolatchilar bo'lmaydi. Mana aka-ukalar. Mana quloq tashlashlari bitta ahamiyati yo'q aslida. Xudo xolasa. Buni endi narxini aytmadim demanglar. Bo'ladigan narxi oxir taqalgani $1200 ga xudo xolasa oxir narxi $1200 bo'lsa dastlabkani Samarqandga qo'yadilar. Mana borib ko'raman deganlarga xudo xolasa lokatsiyani tashab beriladi, kelib ko'raverasizlar. Mana aka-ukalar. Bugungi xudo xolasa mana shu oxirgi partiya videolarimiz haqida kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.